Mavzu bo'yicha uyga vazifani ko'rib chiqamiz. Uyga vazifa bo'yicha topshiriq shunday. Quyidagilarni, ya'ni mana pastda keltirilgan ko'rsatkichlarni balans ichiga, aktiv, kapital, majburiyat ichida to'g'ri joylashtiring va balans chiqaring. Aktiv teng kapital qo'shilgan majburiyat bu buxgalteriya balansini formulasi hisoblanadi dedik. Ya'ni aktiv bu mol-mulk bo'ladigan bo'lsa, mol-mulk kapital va majburiyatdan shakllanadi degan edik. Demak, ushbu ko'rsatkichlarni to'g'ri joylashtirishimiz kerak. Biz darsimizda aktivlar tarkibi bilan hamda passivlar tarkibi bilan tanishdik. Demak, bular passivlar ekan va bular aktivlar tarkibi ekan. Demak, birinchi ko'rsatkichimiz bu transport vositasi. Transport vositasi bu mulk hisoblanadi, ya'ni asosiy vositalar tarkibida turadi. Buni aktiv tarkibiga ko'rsatamiz. Buning uchun aktiv nomini ko'rsatamiz va summasiga buni summasini qo'yamiz. Xuddi shunday kapitalga, agar ko'rsatkichlar kapitalga to'g'ri kelsa, kapital qo'yiladi va summasi qo'yiladi. Agar ko'rsatkich majburiyat bo'ladigan bo'lsa, majburiyat qo'yiladi va summasi qo'yiladi. Aktivning umumiy summasi va passivning umumiy summasi bir-biriga teng bo'lishi kerak. Keyingi ko'rsatkich bu ustav kapital. Ustav kapital tarkibida turadi dedik. Masalamizda ustav kapitalni kapital tarkibiga qo'yamiz va summasi 350 million so'm. Ushbu videoni shu yerda to'xtatib, qolgan qismini o'zingiz qo'yib chiqing. Keyin videodagi biz bajargan uyga vazifa bilan solishtiring. Demak, keyingisi xom ashyo dedik. Xom ashyolar joriy aktivlar tarkibida turadi. Demak, xom ashyo ham mulk hisoblanadi va buni aktiv tarkibiga ko'rsatamiz. Summasi 25 million so'm. Keyingisi bino ham mulk hisoblanadi va bu aktiv hisoblanadi. Keyingisi taqsimlanmagan foyda. Taqsimlanmagan foyda bu passiv hisoblanadi va kapital tarkibida turadi. Demak, taqsimlanmagan foyda korxonada kapital tarkibida qo'yilar ekan. Keyingisi pul. Pul korxona uchun aktiv hisoblanadi, ya'ni mulk hisoblanadi. Summasi 55 million so'm. Keyingisi B korxonadan xom ashyo uchun to'lanishi lozim bo'lgan qarz. Demak, korxona boshqa bir korxonadan xom ashyo olgan, uni oldida qarzi bor. To'lashi kerak bo'lgan qarzi, ya'ni mol yetkazib beruvchilarga bo'lgan qarz hisoblanadi. Summasi 18 million. Bu korxona uchun majburiyat hisoblanadi. Ya'ni bizning qarzlarimiz biz uchun majburiyat hisoblanadi. Keyingisi korxonadagi tayyor mahsulot. Tayyor mahsulot korxona uchun mulk hisoblanadi. Ya'ni korxona skladidagi sotish uchun tayyorlangan mahsulotlar. Bu aktiv hisoblanadi. Keyingisi bankdan olingan kredit. Bankdan olingan kreditlar, ya'ni bank kreditlari bu majburiyat hisoblanadi. Ya'ni qaytarilishi lozim bo'lgan summa hisoblanadi. Summasi 35 million so'm. Demak, balansni tuzib chiqdik. Ya'ni har bir ko'rsatkichni o'z joyiga qo'yib chiqdik. Aktivlarimizning umumiy summasi 428 million so'm. Kapitalimizning umumiy summasi 375 million so'm va majburiyatimizning umumiy summasi 53 million so'm. Jami passivlarimizning umumiy summasi 428 million so'm. Demak, balansimiz to'g'ri tuzildi. Uyga vazifadan maqsad siz aktivlarni va passivlarni to'g'ri tushunib, to'g'ri joylashtirishingiz kerak bo'ladi. Esingizdan chiqmasin, aktiv teng kapital qo'shilgan majburiyat bu buxgalteriya balansini formulasi hisoblanadi. Ya'ni buxgalteriya balansi bu aktiv teng kapital qo'shilgan majburiyat. Yana xuddi shunday misol berilgan. Bunda ko'rsatkichlar summasi qo'yilgan va buxgalteriya balansi berilgan. Sizni qiladigan ishingiz shotlar qismida ko'rsatkichlarni, summa qismida summani ko'rsatasiz. Ya'ni aktivni va passivni to'g'ri joylashtirasiz va buxgalteriya balansini chiqarib olasiz.